siz yil davomida yil tugab keldi-da. Yil tugab keldi, mana oddiy bir mol-mulk yer solig'idan 20 million so'm qarzdorligingiz bor. Mana ko'chalaringizni, mana hozir ko'chalaringiz asfalt bo'lyapti ekanmi yoki tosh to'kadimi yo xudo xolasa. Bu ham sizning hissangiz bo'ladi mana shu yerda. Bu ham davlat byudjetidan chiqayotgan narsa bo'ladi. Soliq tushadigan bu tushumlar hammasi mahalliy byudjetga yo'naltiriladi do'stim. Mahalliy byudjetdan otaxonlar pensiyani oladi. Yosh bolalarimiz pasobiyasini oladi. Soliq ogohlantirgan shu paytgacha. Hozir bularni qonuniy xatti-harakatiga to'sqinlik qilmaysiz. Sudning hujjati bor. Hozir bular o'zining ishini bajarsin. 3 kun ichida men to'ladimmi xuddi deb meni kabinetimga olib boring, men o'zim bu bolani chaqirtiraman-da, sizni ko'zingizning oldida yechishtirib beraman. Meni gapim gap. 20 million 351 ming 880 so'm. Shu hozir to'lansa shunda ketaladimi deyapman. Ketiladi. Hozir siz men bu 20 millionni to'lab oling. Bormi pulingiz hozir? Hal qilamiz xudo xolasa hozir. Bo'ldi, hozir hal qiling, bo'ldi, masala bo'lmaydi. Qarzdorlik bor, belgisi ham bor. Kimdir to'lash kerakmi uni? Shahzodjon, mana bu sizning nomingizdagi umma ovqatning shoxobchasida 21 million 109 ming so'm qarzdorlik chiqyapti. Siz bu korxonani sotgan ekansiz bu joyda. Lekin sizning nomingizda bugungi kungacha qarzdorlik kelyapti. Bu qarzdorlikni kim qoplaydi? Ana shu qonunchilik bo'yicha ishlang. Bugunning o'zida kassa apparatni olib keling. Terminal bormi? Terminal ishlayaptimi? Humo o'zgartib ekalasa ham rahmat bo'lishiga. Bugundan boshlab bu yerga soliq qonunchiligiga rioya qilamiz. Xo'p, ofisial o'zim aytayapman, rahbar sifatida. Salomat bo'linglar. Ishlaringizga omadni bersin. Shuni soliq qarzdorligi uchun hozir balansdagi agrotexnikalar xatlayapmiz aka. O'shani hozir jarima maydonchasiga qo'yib berishda hozir haydab olib borib berasiz, maylimi? White Gold klasteri qarzdorligi uchun agrotexnik boshqalar xatlov o'tkazyapmiz. Davlat ijrochisi 273 million so'm soliq qarzdorligi, 12 million 838 ming so'm soliq qarzdorligi, 29 million 277 ming, 71 million 156 ming so'm, 33 million 700. Yopma degandan keyin tushunmadingmi?